Bugun 2025-yil 4-oktyabr kuni Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, AQSh dollari kursi 81,897 rublni tashkil etdi. Bu avvalgi kunlarga nisbatan pasayishdir. Bu pasayish ortida nima bor va bu iqtisodiyotga qanday ta'sir qiladi? So'nggi haftalarda dollar asta-sekin pasayib bormoqda. Sentyabr o'rtalarida 85 rubl bo'lgan kurs bugunga kelib 81,8 ga tushdi. Bu rublning mustahkamlanishi, neft narxining o'zgarishi va Markaziy bank harakatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mutaxassislar bir nechta sabablarni ko'rsatmoqda. Neft narxining oshishi, Rossiyadagi inflyatsiyaning pasayishi hamda xalqaro savdoda dollarga bo'lgan talabning kamayishi. Bundan tashqari, Markaziy bank rublni barqarorlashtirish uchun aralashgan bo'lishi mumkin. Dollar kursining pasayishi import uchun foydali bo'lishi mumkin. Chet eldan keladigan mahsulotlar arzonlashadi. Ammo bu eksport qiluvchilarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oddiy fuqarolar esa texnika, kiyim-kechak va sayohat narxlaridagi o'zgarishlarni sezishadi. Moliyaviy tahlilchilar fikricha, agar yangi geosiyosiy muammolar yuzaga kelmasa, dollar kursi 82 rubl atrofida barqarorlashishi mumkin. Ayrimlar esa noyabrda yana o'sishini kutmoqda. Agar siz dollarda xarid qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, hozir qulay vaqt bo'lishi mumkin. Ammo vahima qilish shart emas. Kurs o'zgarib turadi. Asosiysi yangiliklarni kuzatish va byudjetni oqilona rejalashtirish. Valyuta kurslarini kuzatib boring. Kanalimizga obuna bo'ling va barcha iqtisodiy yangiliklardan xabardor bo'ling. Yaqinda ko'rishguncha.